Assalomu alaykum. Oltiariq Chorva kanalining obunachilari, uzoq yaqindan kuzatib borgan aka opa singillar. Mana sizlarga ikki bosh simental buzoqlarimizni ko'rsatmoqchimiz obunachilar. 100% dehqondan kerak, narxi arzon, sifati kuchli, zo'ridan kerak deganlar tavsiya beriladi. Videomiz yo'qsa, bittadan layklarni bosib, arzimagan mehnatimizga layklardan bosib, obuna tugmachasini bosib tashaverasizlar, biz sizlarga nerealin zo'r narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa dehqon akamiz narxni yo'g'irib boraman, arzon narxlarda qilib beraman deyishyapti. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa vashim aksiya narxlarda qilib berishadi. To'g'rimi dehqon aka? Ha, janovorlar. Bu xunajinmi, buqami? Bittasi buqa, bittasi xunajin. Bir donasi buqacha, bir donasi xunajin. Ha? Bir donasi buqacha, bir donasi xunajin. O'ng tomonda qizili buqacha. Bunisi xunajin. Xunajinni ham o'ta ham haliga sut yo'nalishda. Xunajin bular, xudo. Endi bular necha kunlikdan necha kunlik? Narxlarini qarang, zo'r qilib berasiz. Chiroyli qilib beraman. Bir oydan o'tib qoldi. Hozir bir oydan o'tdi. Bir oydan o'tgan buzoqlar. Toza simentallar, avstriyskiy divorlari. Garantiya, ota-onasi tayin. Toza avstriyskiy divorlari deyishyapti obunachilar. Bexijolat kelib, sizda turib savdolashaverasizlar. Buni haliga sut emdi, ichi o'tardan o'tgan, o'lim holatidan o'tgan. Neden ilk dona mana obunachilar juda ko'pchilik so'rayib turibdi haliga. Biz to'g'risi YouTube'ga chiqarmasdan turib ham sotib yuboryapmiz. Juda ko'pchilik so'rayapti. Ash Telegram kanalimizda o'ziga shuni qo'ysak, o'zi sotilib ketyapti. Telegramga qo'ymasimizdan ham oldin obunachilar talamon bo'lib ketyapti. Shuning uchun mana sizlarga anchadan beri video chiqarmaganligimiz uchun ilk donani chiqarib qo'yilyapti. Hamma yo'q toza, ichotarlari yo'q. Bo'lsa hamma yo'g'iga garantiya berasiz. To'yib sut emishyapti. Maza qilib mana taylari ham. Endi sutlaring bo'lsa, obunachilar sigirlarning tagiga qo'shasizlarmi yoki so'skada berasizlarmi? Emuradi. Bo'lsa zo'r obunachilar. Buni hamma yo'qdan o'tgan-da, xudo xolasa. Ranglarigacha kelib borgan ekan, janavor o'ng qarayda. Arqa tomonlari ham rosa kelib borgan. Mana xonadin arqa tomonlari. Arqa tomondan qaraydi. Bu to'qolmi bular? Yo'q, bu endi kuydirsa bo'laveradi. Bir oydan o'tib qoldi. Menimcha ana xonajin to'qol bo'lsa kerak. Yo'q, buni ham shoqi bo'lsa kerak. Bir oydan o'tib qoldi. Endi hali yoshlikda kuydirgani, bo'lmasin, cho'masa 1,5 oy bo'lsin deb turadi. Endi bemalol kuydirsa bo'laveradi. Obunachilar kimga kerak bo'lsa, telefon nomer 90 302 40 65. 90 302 40 65 aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Hamza charchasida. Obunachilar, bu sotilib ketadigan bo'lsa ham Telegram kanaliga qo'yilyapti. Telegramga Oltiariq Chorva deb yozsaling chiqadi. Oltiariq Chorva deb yozsaling chiqadi. Hamma turdan bo'ladi bizda. Simentallarning lider zo'rlari bizning kanalda Oltiariq Chorvada bo'ladi. Boshqa kanalda chiqmaydi ancha-munchaga. Endi bularda narxlarini yopishtirib, kelishtirib gapiring. Telefon qilishaversin, Hoji bobo. Telefonda aytasizmi? Ha, telefon qilishaversin. Hozir aytib qo'ymaysizmi? Telefon qilishaversin, chiroyli qilib beraman. Kelishib. Lekin qimmat aytib olmaysiz, zo'r narxlarda qilib berasizmi? Savdosini qilib, chiroyli qilib, rozi qiladigan qilib. Dastlabki qanaqa bo'ladi? Dastlabki kelishiladi-da, hoji. Dastlabkasi kelishgan holatda libbo'joy qilib berasiz. Obunachilar, dastlabki muammo bas, dastlabki mashina topib beriladi. Kelishlarga bog'liq bag'i. O'zlaring ko'rib turibsizlar. Yangi tug'ilgani ham qancha bo'lib yotibdi. Bular tayyor 1 oylik bag'day narsalar. Ikkovini bitta joyga olib borib, tashab bog'saling yaxshi bo'ladi. Ertadan keyin enotasi tayyorli deyishyapti. Bizning obunachilar Instagramimizdan bor. Instagramda Oltiariq Chorva deb yozsaling, Oltiariq Chorva ash kanaliga ham qo'yilyapti. Nech pulga sotilyapti, nech pul olinyapti, hamma ma'lumotlar berilyapti. O'tib bemalol kuzatishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizdan uzoqlashmasdan kuzatishda davom etinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.